Bu haqiqiy hikoya. Ko'chada sargardon bo'lib yurgan bu ana oq ko'ngilligi bilan bir umrni o'zgartirdi. Bu bir jup ana bola butulka terib jon boqidi. Qizi tuyuqsiz to'xtab, "Apa, mening qo'rsqim bak echib ketdi. Qachon tomoq yeyib boramiz?" deydi. Ana, "Nahayt tezroq qo'zam. Men yana bir necha butulka terib olsamla, yetarli pul yig'alayman" deydi. Qizi amalsiz beshini langshitib qo'ydi. "Ana, kechiring yigit, menga Yigit, menda yiroq turing. Siz bak sesiq ekansiz. Mening sizga bagidek pulim yo'q. Ana, men faqat sizning quruq butulkangizni olmoqchi. Biz butulka terib turmush kechiramiz." Yigit, "Nima? Bu bir axlat tursa?" Ana, "Bu bir odamning axlati. Balkim yana bir odamning boyligi bo'lishi mumkin. Menga beramsiz?" Yigit, "Menga yaqinlashmang. Siz bak kishining ko'nglini elishtirdikansiz. Siz qulingizni yumig'li qanchalik vaqt bo'ldi? Agar siz uni olmoqchi bo'lsangiz, undaqda o'zingiz axlat duyusini terib eling" deydi. Yigit ko'ramlagan holda bu ayolning yenidan o'tib ketadi. Ana qiziga qarab kulib qo'yib, axlat sanduqidagi butulkani oladi. U qiziga ko'rsatmaslik uchun ko'z yoshlarini so'rg'i besib oladi. Yigit mashinaga chiqadi. "Ana, o'g'lim, u kim?" Yigit, "U bir qalandar. U mening quruq butulkamni olmoqchi ekan" deydi. Yigitning onasi, "Uningga berdingmi?" Yigit, "Bermadim. Men uning mehnat qo'lini menga takir qo'ymadim. Kim butulka terib turmush kechirdi? Rostli kishining ko'nglini elishtirdi." Onasining chiroyi o'zgarib, ko'ngli yerim bo'ladi. Yigit, "Sizga nima bo'ldi, ana?" Ana ig'ir tinib etib, "Balam, ba'zi odamlar turmushni tanlashga amalsiz" deydi. Yigitning onasi, "13 yil ilgari sen tug'ilibla dadang bizni tashlab ketdi. Shuning bilan ona bola ikkimiz o'z turmushimizni kechirishga boshladik. Dadang bo'lmaganligi uchun bizning uyning iqtisodiy manbasi yo'q bo'ldi. Men bir tarafdan xizmat qilib, yana bir tarafdan san qarmasam bo'lmaydi. Shuning bilan biz qarz qaytara olmay, uydan qo'g'lab chiqarilib, uy makonsiz qilib, ko'chada yetishga majbur bo'ldik. Lekin men bir yaxshi niyatli kishiga uchrab, shu orqali turmushimizni o'zgartdim. U menga butulkani qanday terishni o'rgatdi. Men uningga agishib, bir qo'limda seni ko'tarsam, yana bir qo'limda butulka terdim. Shunda qilib biz bugungi kunga ulashdik. Bu ishlarni men senga azaldan deb baqmadim. Amaliyotda bizmi bir sargardon edik." Yigit, "Apa, men sizning ilgari bunday jafolarni tortganingizni o'ylab baqmabdi ekanman." Ana, "Hech qisi yo'q, tushensanglar bo'ldi." Yigit, "Men odam emaskanman. Men heliqi butulkani teriyotgan onaga shunday gaplarni qilib yuribdiman. U faqat qiziga tomoq yegizmoqchi ekan. Men qanday qilishni bildim." Yigit butulkani elib mashinadan. Bu ana bola butulka teriyotdi. Qizi, "Apa, birdam dam olayli-chu. Qo'rsqim bak echib og'rishga boshladi." Ana, "Qo'zam, yana ozroq bardoshlik bergin." Yigit, "Kechiring, avar qildim. Bayqi ish uchun sizdan kechirim so'rayman." Ana, "Hech qisi yo'q, ko'nglingizga olmang." Yigit, "Sizning deganingiz to'g'ri. Bir odamning axlati balkim boshqa bir odamning boyligi bo'lishi mumkin." Ayol butulkani qo'liga elib, o'g'il bolaga rahmat aytdi va qiziga qarab, "Qo'zam, endi biz tomoq yegilib olsak bo'ladi" deydi. Qizi, "Aka, rahmat sizga." Yigitning opsimi quruq butulkadan birini ko'tarib keladi. Bu udul kelib qilishga qarang. Ishkaylan hayron qoldi. Aslida ayni chaqda ona bola uy makonsiz qolganda dal mushu sargardon ona uningga yordam qilgan ekan. Ular birlikda butulka terib, birlikda bolaning holidan xabar oladi. Yigitning onasi, "Taylor, bu sizmi?" Ana, "Bu ishga rostilla odamning aqli yetmaydi." Yigitning onasi, "Men har vaqt sizni aslab turdim. O'g'lim, bu dal bizning shafqatchimiz. U bo'lmagan bo'lsa, bizning bugunimiz bo'lmagan bo'ladi." Yigit, "Mana bu taqdir. Sizga ko'p rahmat." Ana, "Hech qisi yo'q. Bu mening qizim Billa." Yigitning onasi, "Yaxshimisiz Billa? Siz bak o'maqkansiz. Siz biz ona bola ikkalan uchun ko'p badal to'lagandingiz. Hozir javob qaytarish navbati menga keldi. Sizlarni mening uyimga kelib, biz bilan birga turmush kechirishga taklif qilaman." Ana, "Ko'p rahmat. Biroq bizning sizlarga yuk bo'lib qolganimiz yo'q." Yigitning onasi, "Bundaq demang. Yuring, buning hammasi siz erishishga tegishlik." Ana, "Nima deyishimni bilmayapman. Billa, seningcha qanday qilsak bo'la?" Qizi, "Bak yaxshi bo'ldi. Bizning uyimiz bor bo'ldi." Yigitning onasi, "Yura qo'zam, biz berib tomoq yeb kelaylik." Yigit, "Billa, sizning pisa yegingiz bormi?" Qizi, "Yegim bor. Men pisa yeyishni bak yaxshi ko'raman." Palak cho'rgilaydi. Mayli qandaq odam, qandaq ishga yo'liqmayli, har narsaning hikmati boshqa. Yaxshi odam yaxshi javobga, yomon odam hamon yomon oqibatga ega bo'ladi.